Assalomu alaykum mening qadrli o'rganuvchim. Siz bilan mana sodda va qo'shma gap turlarini chuqur tasniflab birgalikda o'rgandik. Bugungi 20-darsimizda esa ko'chirma gapli qo'shma gap haqida gaplashamiz. Keling, avval doimgidek mavzumiz haqida o'zimiz uchun tushuncha hosil qilib olaylik. Ko'chirma gap bu nima? Nima deganda biz ko'chirma gapni tushunamiz. Do'stimiz yuqori qismiga qaraysiz. Nutq davomida birovning aynan keltirilgan gapi ko'chirma gap ekan. Demak, nutqimiz davomida boshqa bir shaxsning nutqini aynan o'zgarishsiz holatda keltirishimiz bu ko'chirma gap deyilar ekan. Xo'p, endi qarang, ko'chirma gapli qo'shma gapimiz ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi ko'chirma gap, ikkinchisi muallif gapi. Endi birinchisi desam aynan birinchi ko'chirma gap, keyin muallif gapi keladi emas. Gapni mazmuniga ko'ra xohlasangiz birinchi muallif gapini, keyin ko'chirma gapni keltirsangiz bo'ladi. Xo'p, demak, ko'chirma gap deganda biz nimani tushunar ekanmiz? O'z nutqimiz davomida boshqa bir shaxsning gapini o'zgarishsiz holatda keltirishimiz bu ko'chirma gap deyilar ekan. Endi o'zimizni gapimiz bilan birgalikda qo'shilgan holatda, ya'ni muallif gapi va ko'chirma gap. Muallif nima degani? Ya'ni siz nutqni hosil qilayotgan shaxs muallif. So'zlayotgan odam muallif. Muallifning gapi va ko'chirma gap, ya'ni boshqa birovning gapi birgalikda ko'chirma gapli qo'shma gapni hosil qiladi. Tushundingizmi? Demak, nutq davomida boshqa birovning aynan o'zgarishsiz keltirilgan gapi ko'chirma gap va muallifning o'zini gapi muallif gapi. Ikkalovi bir-biri bilan qo'shilganda ko'chirma gapli qo'shma gapni hosil qiladi. Keling, bitta misol yozib ko'rsataman. Aytaylik. Bir odam donishmanddan so'radi. So'radi. Muallif gapi agar ko'chirma gapdan oldin kelsa ikki nuqta qo'yiladi. Hali ko'chirma gapli qo'shma gaplarda tinish belgilarining qo'llanishini alohida dars sifatida o'rganamiz. Hozircha shunchaki eslab qoling. Demak, ikki nuqta qo'yaman va ko'chirma gapni boshlayman. Ko'chirma gapni aynan ko'chirma gap ekanligini bildirib turish uchun biz qo'sh tirnoqdan foydalanamiz. Ey donishmand, virgul. Nimaga virgul qo'ydim? Bu ko'chirma gapli qo'shma gapligi uchun emas, bu shunchaki undalma qo'llangani uchun. Yodingizda bo'lsa, biz undalma mavzusini birgalikda o'rganganmiz. Agar esla olmayotgan bo'lsangiz, undalma mavzusini o'tgan darsimizni yana bir bor takrorlab qo'ying. Va yana bir narsani aytib o'tib ketaman shu yerda. Undov so'z bilan birgalikda undalma qo'llanganda ularning o'rtasida hech qanday virgul yoki boshqa tinish belgisi qo'llanmasdi, yodingizda bo'lsa. Undov so'zni o'zi keladigan bo'lsa gapdan virgul bilan yoki undov bilan ajratilishi mumkin. Undalma ham o'zi kelganda virgul bilan ajratiladi, lekin undov so'z bilan undalma birgalikda kelganda o'rtasiga virgul qo'ymaymiz. Bu yodingizda. Demak, ey donishmand, inson uchun hayotda eng arzirli narsa nima? Qo'sh tirnoqni yopamiz. Xo'p, demak, bir odam donishmanddan so'radi. Ey donishmand, inson uchun hayotda eng arzirli narsa nima? Xo'p, qarang, endi biz muallif gapi va ko'chirma gapni ajratib olishimiz kerak. Tushundingizmi? Xo'p, demak,
bir odam donishmanddan so'radi. Bu bizni gapimiz. Biz hikoya qilib beryapmiz. Demak, bu muallif gapi. Muallif gapini m bilan belgilab qo'yaman. Xo'p, endi ey donishmand, inson uchun hayotda eng arzirli narsa nima? Bu kimning gapi? Mana bu bir odamning gapida, tushundingizmi? Men nutqim davomida aytyapman, qarang. Bir odam donishmanddan so'radi deyapman-da, keyin o'sha bir odamning gapini olib kiryapman nutqimga. Ana shu bir odamning gapini olib kirganim ko'chirma gap bo'ladi. Demak, bu qism ko'chirma gap. Qarang. Ko'rdingizmi? Demak, muallif gapi va ko'chirma gap. O'zgarishsiz holatda qo'shtirnoqda keltirilgan gap muallif gapi. Endi ko'chirma gap. Qo'shtirnoqda o'zgarishsiz holatda keltirilgan gap ko'chirma gap. O'zimiz tomonimizdan aytiladigan gap muallif gapi va muallif gapi va ko'chirma gap ikkalovi birgalikda nima bo'ladi? Ko'chirma gapli qo'shma gap bo'ladi. Keling, yana bir misol aytamiz. Onam menga dedi. 2 nuqta. Qo'shtirnoq ochaman. Aytyapman, muallif gapi ko'chirma gapdan oldin kelsa, muallif gapidan keyin 2 nuqta qo'yamiz deb, va ko'chirma gapni qo'shtirnoq bilan ajratamiz. Onam menga dedi. Qizim bugungi vazifalarni vaqtida bajar. Bajar. Bu buyruq gap, to'g'rimi? Buyruq gapni his-hayajonsiz aytsak, oxiriga nuqta qo'yar edik. E'tibor bering, agar ko'chirma gapimiz so'roq gap bo'ladigan bo'lsa, mana bu so'roq belgisi qo'shtirnoqning ichida qoladi. Agar ko'chirma gapimiz darak, buyruq bo'ladimi, xullas oxiriga nuqta qo'yiladigan gap bo'lsa, nuqta qo'shtirnoqdan tashqarida qo'yiladi. Tushundingizmi? Xo'p, keling yana bitta misol keltiraylik, keyin birgalikda qaysi tinish belgi ichkarida, qaysi tinish belgi tashqarida qolishini o'rganamiz. Xo'p, endi yana nima desak bo'ladi? Ha. Nilufar quvonib dedi. Dadajon, nimaga virgul qo'ydim? Chunki bizda undalma mavjud, to'g'rimi? Dadajon, ko'chada buvim kelyaptilar. Qizcha ko'chada buvisi kelayotganini ko'rib qolgan va xursand bo'lib, uni dadasiga yetkazyapti. Buvim kelyapti. Endi bu his-hayajon bilan aytildimi? Unda uni ham qo'shtirnoqni ichkarisida qoldiramiz. Keling, endi ikkala gapimizni muallif va ko'chirma gapini aniqlab olamiz. Demak, onam menga dedi. Bu qo'shtirnoqda emas, birinchidan shunday bilib olishimiz mumkin. Va ikkinchisi so'zlovchi tomonidan aytilgan gap. Demak, bu nima? Muallif gapi. Qizim, bugungi vazifalarni vaqtida bajar. Bu onamizni o'sha nutqimizga gapini o'zgartirmasdan olib kirdik. Onamiz xuddi shunday degan. Qizim, bugungi vazifalarni vaqtida bajar. Xuddi shunday aytgan va xuddi shu gapni biz nutqimizga olib kiryapmiz. Shuning uchun ham qo'shtirnoq bilan ajratib qo'ydik. Bu demak ko'chirma gap. Nilufar quvonib dedi. Bu muallifning gapi. Dadajon, ko'chada buvim kelyapti. Bu ko'chirma gap. Nilufar xuddi shunday aytgan, quvonib, dadajon, ko'chada buvim kelyapti degan. Xo'p, endi keling, yana bitta, qarang endi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'chirma gapimiz so'roq gap bo'ladigan bo'lsa, keling birinchi so'roqdan boshlaymiz. So'roq gap bo'ladigan bo'lsa, so'roq belgisi
qo'sh tirnoqni ichida keltirilyapti. Bunga alohida e'tibor berasiz. Endi agar ko'chirma gapimiz darak yoki buyruq yoki istak bo'lsa-yu, u gaplarni oxirida nuqta qo'yilishi kerak bo'lsa, nuqtamiz qo'sh tirnoqdan tashqarida qo'yilyapti. Tushundingizmi? Xo'p, endi Nilufar quvonib dedi. Muallif gapi kelyapti, keyin ko'chirma gap kelyapti. Dadajon ko'chada buvim kelyapti degan va ko'chirma gapimiz his hayajonli gap bo'lganligi uchun undov qo'yganmiz. Undov belgisi ham xuddi so'roq belgisiga o'xshab qo'sh tirnoqni ichida kelyapti. Xo'p, keling endi qarang. Birinchi gapimizda ham, ikkinchi gapimizda ham, uchinchi gapimizda ham nima birinchi keldi? Muallif gapi birinchi keldi. Keling endi ko'chirma gap birinchi keladigan, keyin muallif gapi keladigan holatni o'rganamiz. Xo'p, aytaylik. Agar chang va g'ubor bo'lmaganda edi, inson 1000 yil yashagan bo'lardi. Agar chang va g'ubor bo'lmaganda edi, inson 1000 yil yashagan bo'lardi. Xo'p, bu darak gap, to'g'rimi? Xo'p, qo'sh tirnoqni ichida olamiz, chunki bu ko'chirma gap. Kimning gapi hisoblanadi? Kimning gapi? Abu Ali ibn Sinoning gapi. To'g'rimi? Demak, agar chang va g'ubor bo'lmaganda edi, inson 1000 yil yashagan bo'lardi. Bu darak gapmi? Qarang. Agar ko'chirma gapimiz muallif gapidan oldin kelsa, mana bu nuqta virgulga aylanadi. Darak gap bo'lganligi uchun nuqta qo'yish kerak edi. Buni virgulga aylantiramizda va keyin tire qo'yamiz. Tire qo'yamizda kim aytgandi buni? Degan edi Ibn Sino. Degan edi Ibn Sino. Nuqta. Qarang. Endi bizda Ibn Sinoning gapi qaysi? Agar chang va g'ubor bo'lmaganda edi, inson 1000 yil yashagan bo'lardi. Mana shu yergacha birinchi ko'chirma gap keldi. Keyin esa nima keldi? Muallif gapi keldi. Ko'rdingizmi? Demak, doim ham muallif gapi birinchi keladi yoki doim ham ko'chirma gap birinchi keladi degan qoida yo'q. Ba'zan ko'chirma gap birinchi kelishi mumkin, ba'zan muallif gapi kelishi mumkin. Hatto ko'chirma gapning orasida muallif gapi kelishi mumkin yoki muallif gapining orasida ko'chirma gap kelishi mumkin. Buni alohida ko'chirma gapli qo'shma gaplar mavzusi, tinish belgilari, ularning tinish belgilarini qo'llanishi mavzusida o'rganamiz birga. Endi keling, yana bitta misol yozamiz. Bu gapimiz darak gap ekan, shuning uchun qo'sh tirnoqdan tashqarida virgul qo'yibmiz. Yana bitta gap yozaylikda, u endi so'roq gap bo'lsin. Xo'p, aytaylik, nima desak bo'ladi? Ey bolam, sen mening yoshimga kirmaysanmi? Bu gapimiz so'roq gap, lekin afsuslanish, achinish degan hissiyot bor, to'g'rimi bu gapda? Demak, undovni qo'ysak ham bo'ladi. Ey bolam, sen meni yoshimga kirmaysanmi? Bu yodingizda bo'lsa bir hikoya bo'lardi-yu.
ota o'g'il o'z otasini qariyalar uyga tashlab keladi va o'sha tashlab kelayotgan vaqtida, "Ey o'g'lim, sen meni yoshimga kirmaysanmi? Seni ham o'g'ling bor. U ham bir kun seni meni yoshimga kirganingda o'sha yerga tashlab keladi" deydi. Xuddi o'sha asardan oldik deb hisoblaylik. "Ey bolam, sen mening yoshimga kirmaysanmi?" ham so'rayapti, ham o'sha achinish his-hayajoni bor. Shuning uchun ham so'roq ham unda qo'ydik. Va qo'sh tirnoqni yopamiz. Qo'sh tirnoqni ichida bo'ladi, ikkala tinish belgi ham. Tire qo'yamiz. Dedi ota. Nuqta. Demak, mana qarang. Bizni muallif gapimiz dedi ota. Ko'chirma gap esa, "Ey bolam, sen mening yoshimga kirmaysanmi?" Bu otaning gapi, bunisi esa bizning gapimiz. Keling. Xo'p, demak, bu ko'chirma gap. Bu esa qanaqa gap ekan? Muallif gapi ekan. Xo'p, tushundingizda? Demak, alohida so'roq gap bo'lsa ham, so'roq belgisi ichkarida qoladi, qo'sh tirnoqni yopib tire qo'yamiz. Unda gap keladigan bo'lsa, ya'ni his-hayajon gap deymiz-a. His-hayajonli gap keladigan bo'lsa ham, unda belgisi ichkarida qolib, qo'sh tirnoq xo'p yopiladi va tire qo'yiladi. Agar ko'chirma gapimiz muallif gapidan oldin kelsa-yu, u gapimiz darak yoki istak yoki buyruq bo'lib, oxiriga nuqta belgisi qo'yiladigan bo'lsa, avval qo'sh tirnoqni yopamiz, keyin virgul qo'yib, keyin tire qo'yib davom ettirib ketamiz. Masalan, qarang. Xo'p, aytaylik. Nima desak bo'ladi? Aytaylik, nima desak bo'ladi? Biror bir asardan bitta fikr keltiraylik. Xo'p, insonning mehnat qiluvchi davri bu yoshlikdir, deydi Alisher Navoiy. To'g'rimi? Insonning mehnat qiladigan davri bu yoshlikdir desak, insonning mehnat qiladigan davri bu yoshlikdir degan joyimizgacha ko'chirma gap. Deydi Alisher Navoiy desam, bu muallif gapi. Ko'chirma gapni qo'sh tirnoqqa olamiz, u darak gap bo'lganligi uchun qo'sh tirnoqdan keyin virgul qo'yib, tire qo'yib muallif gapini davom ettiramiz. Xo'p, endi qarang. Men mana bu yerda sizga osonroq bo'lsin ko'chirma gap bilan muallif gapini aniqlab olish deb, hammasini bosh harf bilan berdim-da. Muallif gapini ham, ko'chirma gapni ham. E'tibor bilan qaraysiz. Mana bu yerda muallif gapi kichik harf bilan boshlanyaptimi? Muallif gapini kichik m bilan belgilaysiz. Agar xo'p, muallif gapi bosh harf bilan boshlanadigan bo'lsa, bosh harf bilan belgilaysiz. Bu yerda siz chalkashib ketmasligingiz uchun muallif gaplarini bosh harf bilan belgiladim. M deb ko'chirma gaplarini bosh harf bilan K deb belgiladim. Keling endi har bir gap uchun qolib qanday bo'lishini birgalikda o'rganamiz. Demak, birinchi gapimiz bir odam donishmanddan so'radi. Muallif gapi bosh harf bilan yozilyapti, shuning uchun bosh harf bilan M qo'yapman. Muallif gapi 2 nuqta qo'sh tirnoq ochilyapti. Ko'chirma gap. Ko'chirma gapdan keyin nima ekan? So'roq belgisi ekan. Demak, so'roq qo'sh tirnoqni yopyapmiz, tashqariga hech qanday belgi qo'ymayapmiz. Xo'p, endi keyingi gapimiz onam menga dedi. Bu ham bosh harf bilan ekan, muallif gapi bosh harf qo'yaman. 2 nuqta qo'yamiz. Qizim bugungi ishlarni vaqtida bajar. Buyruq gap ekan, oxiriga nuqta qo'yilibdi. Demak, quyidagicha yozamiz. Ko'chirma gap. Qo'sh tirnoqni yopamiz-da. Tashqariga nuqta qo'yamiz. Keyingi gapimiz his-hayajonli gap ekan, to'g'rimi? Birinchi muallif gapi keldi. Keyin nima keldi bizda? 2 nuqta keldi. Keyin doimgidek ko'chirma gapni ajratib turish uchun qo'sh tirnoq keldi va ichida ko'chirma gap keldi va ichida undov belgisi bilan keldi. Chunki bu his-hayajonli gap bo'lganligi uchun. Xo'p, keyingi gapimiz qarang. Darak gap ekan, to'g'rimi? Birinchi qanaqa gap keldi? Ko'chirma gap keldi, demak, qo'sh tirnoq bilan yozamiz. Ko'chirma gap. Xo'p, qo'sh tirnoqni yopdik, to'g'rimi? Keyin nima qo'ydik? Virgul qo'ydik bu darak gap bo'lganligi uchun. Keyin tire qo'ydikda, muallif gapi kichik harf bilan boshlandimi? Muallif gapini kichkina harf bilan belgiladim va nuqta. Tushundingiz-a? Xo'p, oxirgisini ko'ramiz. Birinchi nima keldi? Ko'chirma gap keldi.
Ko'chirma gapimiz ham so'roq gap, ham u so'roq gapimiz his hayajonli gap ekan. Shuning uchun so'roq qo'ydik, keyin undov qo'ydik, keyin qo'sh tirnoqni yopdikda, tashqariga chiqqanday pastga virgul yoki nuqta qo'ymasdan tire qo'ydikda, keyin muallif gapini yozdik. Muallif gapi va nuqta. Ana, ko'rdingizmi? Demak, biz ko'chirma gapli qo'shma gaplarga misollar tuzib oldik va u misollarni qanaqa qolipda tuzilganligini ham ko'rib chiqdik. Bu yerda qo'llagan tinish belgilarimizga alohida e'tibor berasiz. Keling, takrorlab olamiz. Ko'chirma gapli qo'shma gap degani bu nutq jarayonida boshqa bir shaxsning o'zgarishsiz biror bir fikrini keltirish ekan. Xo'p, ko'chirma gapli qo'shma gap ikkita qismdan iborat bo'lar ekan. Birinchisi ko'chirma gap, ikkinchisi muallif gapi. Nima uchun ko'chirma gapni birinchiga yozdim? Bu doim birinchi ko'chirma gap keladi degani emas. Ahamiyat jihatdan ko'chirma gap muhimroq turadi-da. O'z asli ikkala qism ham birday, lekin agar shu ko'chirma gapimiz bo'lmaganda ko'chirma gapli qo'shma gap bo'lmasdi. Shuning uchun birinchi ko'chirma gapni yozdik, keyin muallif gapini yozdik. Xo'p, ko'chirma gapli qo'shma gapning qismlari birinchi muallif gapi, keyin ko'chirma gap kelishi mumkin. Birinchi ko'chirma gap yoki muallif gapi kelishi mumkin, Xo'p, ular bir-birini orasida aralashib ham kelishi mumkin. Buni keyingi darslarimizda ham ko'ramiz deb o'tdik. Agar ko'chirma gapimiz darak gap bo'ladigan bo'lsa, nuqta qo'sh tirnoqdan tashqariga qo'yilar ekan. Qachonki ko'chirma gapimiz muallif gapidan keyin kelsa. Agar ko'chirma gapimiz shu nuqta qo'yiladigan gap bo'lsa-yu muallif gapidan oldin kelsa, qo'sh tirnoq yopib virgul, keyin tire, keyin muallif gapini davom ettirar ekanmiz. Endi ko'chirma gapimiz so'roq gap yoki his hayajonli gap bo'lsa, undov va so'roq belgilari qo'sh tirnoq ichida kelar ekan. Hozircha shuni yaxshilab eslab qoling va mana shu biz tuzgan qoliplarimiz bo'yicha o'zingiz mustaqil ravishda ko'chirma gapli qo'shma gaplarni tuzishga harakat qiling. Keyingi darsda ko'rishguncha charchamang.